Kaplanbek'te ötüp bo'ylab Postdan O'zbekiston, Kaplanbek'ten O'zbekiston chegarasidan o'tib Kaplanbek'ga o'tib edik. Yük mashina postdan ular o'tirmaydi ekan Kaplanbek'ga. Hozir endi Chinoz yerlama postdan o'tamiz ekan. Abrafniya ozgina mashinalar ko'paygan, probka sarqab ketdik. Shuna yük mashin bo'lsa Kaplanbekdan borib o'tirmanglar. Biznikini turi o'zgarmaydi, ichini o'yatgan bilan, domla kolesov atgan bilan texpasport almashib bo'lmadi. Turini o'zgartirib bo'lmadi. Harakat etdik. Hozir endi xudo xolasa Chinoz yerlamadan o'tamiz. Shuni aytib berdilar. Bu yerdan ko'rsatamiz postlarini. Yaxshisi.